Səhər saat 4:20'deki Harvard 4. bab 5. qism. Ögüniş və rəqabətdə önüm hammadan muhim. Harvard Üniversitetining ilhom baxsh hikmati mayli jiddiy ögüniş yoki aldirash xizmatda bo'lsin, önüm boshqalarning oldida ekanligingizning o'lchamidir. Men har kuni nurg'un vaqtni ögünishga sarf qilgan, lekin uni deb buningdan quruq qolgan, asraqmi unum hosil qila olmaydigan nurg'un do'stlarni ko'rdim. Hozir jamiyatning taraqqiyoti tez bo'lg'achqa, kishilar nima qilishini bilolmay qolmoqda. Şuna mayli ögünishda yoki keyingi xizmatda bo'lsin, önümga ahamiyat beradiganlarla karomatini ko'rsatib, yangi davrdagi mashhurlardan bo'lib qolmoqda. Biz sap oltin, nuqsonsiz odam bo'lmas degan gapni kichkina misollar tushensakmi, lekin do'stlarning ögünish va keyingi xizmatida hech qanday unumga erishalmasa, yashash raqobat tarafidan shalg'ib etilishi muqarrar. Mashhur korxonachi Jack Welch mundoq degan edi: İctimai raqobatda önüm kam bo'lsa bo'lmaydigan muhim omil. Önüm shirkat va xizmatchi xodimlarga eng yaxshi ruhiy kayfiyat berishlaydi. Sizni jalb qildi. Nurg'un yoshlar o'smirlar o'g'inish va xizmatning unumini o'stirish uchun o'g'inish va xizmatga sarf qiladigan vaqtini uzartish orqali nurg'un bilim elib, xizmatni texnik yaxshi ishlamoqchi bo'ldi. Shunga ular xizmat bilan o'g'inishga qancha ko'p vaqt sarf qilsam, o'g'inish va xizmat unumim shuncha yaxshi bo'ldi deb qarab, ko'p vaqtini o'g'inish va xizmatga sarf qildi. Bizningcha o'g'inish xizmat unumi bilan vaqt o'ng tanasib bo'lishini atayin. Shunlashqa biz vaqtni qanday uzartishga boshqa turmay, balki ish unumini qanday o'stirish uchun boshqa turishimiz kerak. Mayli jiddiy o'g'inish yoki aldirash xizmatda bo'lsin, unum boshqalarning oldida ekanligingizning o'lchamidir. Professor Harvard Soda institutida korxona boshqarish darsi o'tganda o'quvchilardan guruhga bo'linib doklad tayyorlashni talab qildi. O'quvchilarga nisbatan aytganda, guruhga bo'linib doklad tayyorlaganda ularning hamkorlik iqtidorini chiniqtirg'ili, shunaqla o'quvchilar va guruhlar orasidagi raqobatni oshirg'ili bo'ladi. O'z guruhisining kayni qolmasligiga kafolatlik qilish uchun unumni o'stirishga to'g'ri keladi. Boshqa o'quvchilarga qaraganda Buret mukammallikka va unumga intayin e'tibor beradigan o'quvchi edi. Shunga hech kim uning bilan bir guruh bo'lishni xohlamaydi. Halbuki Buret bilan bir guruh bo'lgan o'quvchilar ilojsiz holda jafoliq hamkorlikni beshdan kechirishga majbur bo'ladi. Buret saboqdoshlari qilgan ishlarni doim bir muncha qusur nuqson izlaydi. Ba'zida saboqdoshlarning temasini o'zgartirdi. Buretning guruhidagilar boshda uningdan norozi bo'lishdi. Keyin uning qusur nuqson izlash odatiga barg'ancha ko'nib qilishdi. Hatto ba'zi saboqdoshlari o'ziga taqsimlangan vazifani o'rinlamay Buretga elib qo'ydi. Buret albatta zehnini boshqalarning temasini ishlashga sarf qiladigan galvonlardan emas edi. Shunga u guruhdoshlari o'ziga elib qo'ygan ishni qilmay, ig'izcha doklad berishga 3 kun qolganda zukamlab qolg'achqa guruhining ishiga qarshilik qilganligini aytdi. Onun bu gapini anglab xafa bo'lishgan guruhdoshlarining bir nechtasi 2 kichik kunduzda dokladni bitkizdi. Buret guruhsidagilarning yuqori unumini quvvatlab mundoq deydi: Amaliyotda sizlarmi unum hosil qila olasizlar. Ishlaganinglar shunday obdan bo'pti. Bu chaqda guruhdagilar Buretning ko'ngli nima o'ylaganligini bilishdi. Lekin texmi muhimi o'zlarining yetersizliklari ustida o'ylashdi. Vaqtdan foydalanish mutaxassisi o'g'inish planingiz qarg'ularchi bo'lsa, uning unumi intayin tuvan bo'ldi degan edi. Atrofimizdagi nurg'un yoshlar unumga ahamiyat bermaydi. Doim o't o'chirgichining ishini takrorlaydi. Ular cheklik vaqtini doim o't o'chirishga sarf qilib, jiddiy ish bilan muhim ishni tamoman farqlantira olmaydi. Ular ko'p vaqtini xatarni bir taraf qilishga ajratib, hamma tarafda o't o'chirdi. Oxir herib holdan ketdi. Qilishga tegishli ishni qila olmaydi. Atrofimizdagi nurg'un yoshlar ko'p vaqtini ushaq-tushak ishlarni bir taraf qilishga sarf qilib etib, cho'ng ishlarni bir taraf qilishga tutish qilganda eng yaxshi fursatni o'tkazib etdi. Ular ashundoq yomon aylanishni doim takrorlayverib, vaqtni bekor o'tkazib etdi. Unumga erisha olmaydi. Yoshlar o'smir do'stlar amal qilib vaqtidan muvofiq foydalanish kerak. Shunday qilganda o'yinishning texnik unumi bo'ldi. Chunki raqobat keskin bo'layotgan bugungi davrda unum hammadan ustun turdi. Harvardliklarning muvaffaqiyat qozonish siri.
Harvard universitetidagi har bir o'quvchi degidek unumga intayin ahamiyat berdi. Ular cheklik vaqtda o'z iqtidorini to'liq joriy qildirishni, eng qisqa vaqtda texnik ko'p bilim egallashni biladi. Amsa Harvard universitetining o'quvchilari unumni qanday o'stirdi? Birinchi, o'rganish vaqtini muvofiq azaytish. Ma'nisiz o'rganishdan zeriksangiz, o'rganish vaqtingizni muvofiq azaytishni sinab ko'ring. Avval o'zingizni erkin azoda qo'yib o'ting. Ondan o'rganishni yana boshlaganingizda unumini ko'rasiz. Ikkinchi, bir kundagi eng yaxshi o'rganish vaqtini egallang. Psixologlarning bayqashicha, tushdan burun soat 8, tushdan keyin soat 2 va kech soat 8 da odamning ruhiy holati eng yaxshi bo'ldi ekan. Shunaqla odamning ruhiy holati 2 soat bir xil turgandan keyin bir tuvalaydi ekan. Siz mushu qonuniyatni obdan egallab, o'rganish vaqtini muvofiq o'rinlashtirsangiz, o'rganish unumingiz cho'qim yuqori ko'tariladi. 3. Muayyan dam olish vaqtiga kaforatlik qilish kerak. O'rganish vazifangiz har qancha ig'ir bo'lsa-mu, ozroq dam olishni unutib qolmang. Alaylik, bir necha soat narsa o'qigandan keyin yoki yozgandan keyin ozroq vaqt ajratib dam olishingiz kerak. Harvard universitetining sinovi. Qanday ahvolda o'rganish unumingiz eng yaxshi bo'ladi? Birinchi, imtihon besimini his qilganda. Ikkinchi, o'zingiz yaxshi ko'rgan darsni takrorlaganda. Uchinchi, yarim kechadagi jimjit chog'da. To'rtinchi, o'rganishingiz muhitning ta'siriga uchramaganda. Javobning tahlili. Birinchi tanlaganlar, sizlar paytni o'tkazib qo'ydiganlar. Imtihon yaqinlashganda zehninglarni yig'ib xotirjam o'rganisizlar. Amaliyotda sizlar o'rganish bilan imtihon o'tirisiga tanglik belgisi qo'yishga emas, balki ixlos bilan bilim egallashning huzurini surishga muhtoj. Ikkinchi tanlaganlar. Aniqki, sizlarning o'rganish iqtidoringlar yuqori. O'zinglar qiziqqan sohani tirishib tadqiq qilsanglar, tezla shu sohaning ixtisos egasi bo'la olasizlar. Lekin o'zinglar qiziqmaydigan darslarga duch kelganda kallanglar ishlamasligi mumkin. Uchinchi tanlaganlar. Sizlar jimjit muhitda o'rgansanglar, unumga erisha oladiganlar. Sizlar o'zingizlarga imkon qadar jimjit muhit hozirlashni, uni o'rganish odatingizga moslashtirishni o'rganib olishinglar kerak. Unda qilmasanglar, o'rganishinglar ta'siriga uchrash sababidan bearam bo'lasizlar. 4-chi tanlaganlar. Sizlar irodasi intayin kuchli, shunaqla chidamchanligi intayin zo'r. Cho'ng miyanglarning ingosi odatdagi odamlarnikidan tez kishilar. Sizlar har qanday muhitda o'rganishga kirishib ketalasizlar. Ya'ni kelib, o'rganish unumlarmi yuqori bo'ladi. Sahar soat 4:30dagi Harvard. 4-bob. 6-qism. Bugungi ishni atiga qo'ymang. Harvard universitetining ilhom baxsh hikmati atini saqlab turgan kishi bugunni o'tkazib o'tdi. Chunki siz saqlayotgan ata sizga faqat halokat va qabr ato qildi. İtaliyalik mashhur radio injeneri Magni muvaffaqiyat qozonishning siri tez harakatlanishdak yaxshi odatni yetildirishdan iborat degan edi. Tez harakatlanish Harvard o'quvchilarining alohidaligi. Siz Harvardning kutubxonasiga borsangiz, bugungi ishni atiga qo'ymang degan ibratli so'zni ko'rasiz. Biroq real turmushda buni haqiqiy amalga oshira oladigan yoshlar o'smirlar zodi qanchalik? Men tushungan ba'zi yoshlar angliq yoki angsiz holda bugun qilib bo'lishga tegishli ishni atiga qo'ydi. Atisi nurg'un ishlar borligini bayqashdi. Shuning bilan atisiga ishni o'rgunga tashlab qo'ydi. Mushundoq ketavergachga ishlari dövülünüp qilib, hech ishga yetisholmaydi. Bundaq yoshlar o'smirlar doim aldirang'ulik qiladi, biroq masalani hal qilishning yaxshi chorasini topolmaydi. Shuning bilan vaqtning qisqaligidan zarlandi. O'zining so'ralmaligidan mushundoq oqibatning kelib chiqqanligini bilishmaydi. Amaliyotda bu ahvol faqat yoshlar o'smirlarda ko'riladigan ahvol emas. Atrofimizdagi quramga yetgan nurg'un kishilarmi o'z vaqtida ashundoq qilgan bo'lsam, bugun bundoq bo'lmagan bo'ladi yoki navoda ashuni sodini boshlagan bo'lsam, hozirgacha boy bo'lgan bo'lardim deb o'kinadi. Har qanday fursat sizni uzun kutmaydi. Navoda kayniga surishning sizni mangulik zarlanishga mubtalo qilganligini bilsangiz, navoda siz hozir harakatlansangiz, kelgusingiz nurg'un mumkinchiliklar bilan to'ldi. Harvardning o'quvchilari vaqt intayin qadrlashga tegishli narsa deb qaraydi. Ular vaqtni muvaffaqiyat qozonishning birinchi asosi, dunyodagi eng baxtsiz ish vaqtni ketkizib qo'yish deb bildi. Shunga ular ish qilganda darhol boshlaydi.
mutlaq orqaga tatmaydi. Harvard universitetida ilib berilgan bir tadqiqot va o'rganish yig'inida professor o'quvchilar bilan bir faoliyat qilish qaroriga keldi. Professor yanchiqdan 100 so'mlik puldan birini ilib pastki o'quvchilarga: "Bir o'yin o'ynab baqaylik. Hammanglar darhol harakatlaninglar. Qaysinglar 50 so'minglarni qo'limdagi 100 so'mga tegisizlar?" Professor bu gapni bir necha qitim takrorlaydi, lekin o'quvchilarning hech qaysi undamaydi. Professor xeyli saqlaydi. Oxir bir o'quvchi tartinganicha sahnaga chiqib, gumoniy nazar bilan professorga va uning qo'lidagi 50 so'mga qarab turib qoldi. "Nimaga arsalda bo'lib tursiz?" deydi professor o'quvchini rag'batlantirib. O'quvchi shu chaqda qo'lidagi 50 so'm pul bilan professorning qo'lidagi 100 so'm pulni almashtirdi. Oxirida professor bu o'yinni xulosalab mundoq deydi: "Navoda boshqalardan o'zgacha muvaffaqiyat qozonaman desangiz, ikkilanmay birinchi qadamni besing." Harvardning o'quvchilari bugungi ishni hargiz atiga qo'ymaydi. Biz Harvardning darsxonalarida professorlarning doim mardona holda atini saqlagan odam bugunga ega bo'la olmaydi. Chunki siz saqlayotgan ata sizga o'lim va qabr ato qildi deydi. Harvardning o'quvchilari bu ideyani o'rganish bilan xizmatda amaliylashtirgan bo'lib, ular bugungi ishni bugun qiladi. Hargiz atiga qo'ymaydi. Yoshlar o'smir do'stlarining qalbi g'oya va orzular bilan to'lgan bo'ldi. Lekin ularning ba'zilari darhol ishga kirishmaydi yoki planlarini orqaga suzdi. Oxirida g'oya orzularini, planlarini yo'qqa chiqardi. Shoir Jon Miltonning "O'ri turib saqlaganlar erishalmas hech nimaga" degan cho'nqur ma'nilik bir misra she'ri bor. Bu bir misradagi mazmunni obdan o'ylanishimizga arziydi. Navoda aktiv harakat qo'llanmasak, unum bilan muvaffaqiyat nerdan keldi? Haqiqiy muvaffaqiyat osmondan tushmaydi. U uzun vaqt jaboliq o'rgangan va xizmat qilganlarga mansub bo'ldi. Qisqasi, yoshlar va o'smir do'stlar ishni mangu kayniga so'zmasdan butun dunyoga o'zingizning munavvar odamligingizni, shunaqla amaliy harakatingiz orqali hozirdan boshlab tirishganligingizni bir qadamdan muvaffaqiyat manziliga qarab ketadiganligingizni jakarlang. Harvardliklarning muvaffaqiyat qozonish siri. Harvardni bitkizgan bir korxonachi o'zining muvaffaqiyat qozonish tajribasini yakunlab mundoq degan edi: "Hozirdan boshlab ishlaylik." Halbuki turmushdagi nurg'un yoshlar va o'smir do'stlar saqlashga va kayniga suzishga xushtar. Hamisha o'zi muvofiq vaqt deb qaraganda ondan tutish qilishga odatlangan. Biroq vaqt siz kutib turganligingiz uchunla qadamini ostiltib qolmaydi. Kayniga suzish sizning muvaffaqiyat bilan bo'lgan orliqingizni bag'an sari yiroqlashtiradi. Undaqda yoshlar va o'smir do'stlar kayniga suzishdan iborat yomon odatini qanday o'zgartirish kerak? Biz Harvard professorlarining bu haqdagi taklifiga qarab boqaylik. Birinchi, nisbatan cho'ngroq vazifani bir nechaga bo'lib, uning ilgari keyinlik tartibini o'rinlashtirib, shu tartib bo'yicha tamomlash kerak. Ikkinchi, qaror aniq bo'lgan ish vazifani, mayli u cho'ng yoki kichik bo'lsin, shu qaror ichida o'rinlash kerak. Uchinchi, yana ish vazifaning muhim yoki muhim emasligini, jiddiy yoki emasligini ayirib olishimiz kerak. Navoda alohida bir muhim vazifa bo'lsa, uni o'rinlash uchun ba'zi muhim bo'lmagan vazifalarni kechiktirishga yoki so'zishga bo'ldi. Amaliyotda bu haqiqiy kayniga so'zish hisoblanmaydi. To'rtinchi, har qitimda bir vazifani o'rindab bo'lganda o'zini mukofotlash kerak. Bu mukofot moddiy jihatdagi mukofot bo'lmasdan, ma'naviy jihatdagi mukofot bo'lishi kerak. Alayliq vaqt ajratib o'zingiz yaxshi ko'rgan ishni qilishingiz kerak. Harvard universitetining siniqi. Siz dadingiz, opangiz, singlingiz bilan rasmga tushdinglar. Opangiz dadingizning o'ng tarafida, siz opangizning so'l tarafida. Singlingiz dadingizning o'ng tarafida. Undaqda rasmga tushganlarning so'ldan o'ngga tartibi qanday bo'ldi? Javobi: oldi bilan opangiz dadingizning so'l tarafida bo'lib, rad tartiblar bunday bo'ldi. Opangiz, dadingiz, ondan opangizning so'l tarafiga asosan yana bunday tizilsizlar. Siz opangiz, dadingiz. Eng oxirida singlingiz dadingizning o'ng tarafiga asosan bunday tizildi. Siz opangiz, singlingiz, dadingiz. Shu rasmga tatqanda so'ldan o'ngga bo'lgan tartib bunday bo'ldi. Siz opangiz, dadingiz, singlingiz.
Səhər saat 4:20'deki Harvard. 4. bab. 7. qism. Dərhal hərəkətlənəylik. Zerikib bel qo'ymaylik. Harvard Universitetining ilhom baxsh hikmati bugun qilib bo'laydigan ishni hargiz atiga qo'ymoq. Ish qilganda zerikishdan xoli bo'lish tez. Kishilar zerikib bel qo'yishning hargiz jihatda bevosita mag'lubiyatga ilib boradiganligini bilmaydi. Harvardning o'quvchilari o'rganishni qizg'in suydi. Shundaqla darhol harakatlanishning muhimligini biladi. Ular o'rganishning besiqligidan charchab qolmaydi. Bu umumyuzlik mavjud haqiqatdir. Navoda xizmatingizni kaniga so'zsangiz, zerikib bel qo'ysangiz, muvaffaqiyat sizga yaqin yo'lmaydi. Muvaffaqiyatga erishishimiz deganimiz badal to'lashimizga to'g'ri keladi. Fursat yaratadigan iqtidorimiz bo'lmasa, fursat o'zi kelganda darhol harakatlanishimiz, zerikib bel qo'ymasligimiz kerak. Har vaqt qanday ish qilaylik, zerikish kayfiyat ko'rilganda darhol harakatlanish qiyin ahvoldan qutulishimizga yordam beradi. Zerikib bel qo'yish degan bu atalg'u eng dastlabda Amerikada paydo bo'lgan. U kishilarning o'rganish yoki xizmatda charchaganligidan yoki passiv kayfiyat sababidan paydo bo'ladigan inkasdan iborat. Harvard Universitetining psixologiya professorlarining tadqiqoti shuni isbotladiki, zerikib bel qo'yish hozirgi kishilarda umumyuzlik mavjud bo'layotgan passiv kayfiyat bo'lib, bu xil kayfiyat kishilarning jismoniy va ruhiy salomatligiga, xizmatiga nihoyat zo'r ta'sir ko'rsatadi. Kishilarni zerikib bel qo'yishga ilib boradigan psixik omillar nihoyat ko'p. Alaylik, ma'yus, g'azablanish, umidsizlanish, tutib bo'lish, uyqusizlikdan kelib chiqqan bosh og'rig'i, o'rganish va xizmatning unumi bo'lmaslik, kishilik munosabatning jiddiy bo'lishi va akazlar. Navoda yoshlar va o'smir do'stlarda yuqoridagi ahvol ko'rilsa, o'rganishdan zerikish kayfiyati paydo bo'ldimi yo'q deganni obdan o'ylanib bekishimiz kerak. Halbuki zerikish kayfiyatini yengishning eng yaxshi usuli darhol harakatlanishdan iborat. Harvard Soda instituti izchil turda darhol harakatlanishdan iborat soda ruhini ta'kidlaydi. Bu hal barliq kasbiy direktorlardan yaxshi odatni yetildirishni talab qildi. Fursat oldingizga kelganda darhol harakatlanishingiz kerak. Soda institutining professorlari o'quvchilarga muvaffaqiyat qozonmoqchi bo'lsangiz, hozirla harakatlaning deydi. Bu dunyoda bekor tamoq yo'q. Shunaqla ishni biz og'zini o'tish deb harakat qilmasangiz bo'lmaydi. O'zingiz harakat qilmasangiz, mangu muvaffaqiyat qozona olmaysiz. Bu jihatda Harvardning o'quvchisi Davis cho'nqur ta'sirotga ega. Davisning ustozi uningga har qanday vaqtda g'ururlikdan iborat yomon odatni kirish yengilsan, darhol harakatlanishdan iborat yaxshi odatni yetildirishing kerak deb ko'rsatgan edi. Davis bu maqsadga yetish uchun ishni atrofidagi ushaq ishlardan boshlagan. U har qitim ushaq ishlardan o'zini qochirganda ko'nglida cho'qim mushu ushaq ishlardan boshlashim kerak. Unda bo'lmaganda tushkunlashib ketaman deb o'zini ogohlantirgan. Davisda mushundoq tig'ma-tig' taqobil turishdek cheklama bo'lg'achqa darhol harakatlanishga paydan-pay ko'nib qolgan. U mayli o'rganish va turmushdagi cho'ng ishlar, kichik ishlarda bo'lsin, darhol harakatlanadi. Ya'ni kelib qilcha loyihazorlik qilmaydi. Demak, egilik tiklash ruhini qadrlash Harvard Soda institutining qimmatli hisobidir. Mundaqcha aytganda, buyuk g'oyani amalga oshiramiz deydiganmiz, cho'qim faol harakatlanishimiz, yarim yo'lda bo'shib qolmasligimiz lozim. O'ylab boqaylik. Navoda ayni chog'da Bill Gates kompyuterdan iborat g'oyat zo'r tijorat fursatini bayqab, darhol harakatlanmay, zerikib bel qo'yayotgan bo'lsa, biz bugungidek uchur davriga kirolmagan bo'lardik. Harvardning muvaffaqiyat qozonishlik siri. 21-asr umumyuzlik raqobat davri. Undaqda bizning raqobat kuchimiz nerdan keladi? Harvard Universitetining psixologiya professori David Mackey bunday deydi-ki, kelgusidagi raqobat kuchi harakatdan keladi. Harakat kuchi o'rganishdan keladi. Navoda siz keskin raqobat davrida texnik yuqori unumga erishmoqchi bo'lsangiz, darhol harakatlaning. Shundaqla o'zligingizdan o'rganish iqtidoriga ega bo'ling. Qanday qilganda yoshlar o'smir do'stlarining o'rganish va turmushdan zerikish ahvolini uzil-kesil tugatgili bo'ladi degan masala o'ylanishimizga tegishli masaladir. David Mackey yoshlar o'smir do'stlar bu maqsadga yetish uchun tuvandagi bir necha nuqtani ishga oshirish kerak deb qaraydi.
Birinchi, ilgirki muvaffaqiyatidan o'z iqtidori va qismatini bilish kerak. Shuning bilan bir vaqtda muvaffaqiyat bilan mag'lubiyatning bir odamni o'lchaydigan mutlaq o'lcham emasligini. O'qish natijasi eng tuvan o'quvchining muvaffaqiyat qozonish mumkinligini bilish kerak. Ikkinchi, nishonini oydinlashtirishi, o'rganish muddaosiga bo'lgan tushunchasi to'liq bo'lishi, shunaqla har doim ishni tezdan boshlashni, shuna qilganda muvaffaqiyat qozong'ili bo'lganligini samiga silib turish kerak. Uchinchi, darsda yoki darsdan sirtqi vaqtda o'zingizni namoyon qilish burchini qo'lga keltiring. O'zingizni doim muvaffaqiyat qozongan holat kayfiyatda tutib turing. Harvard universitetining siniqi. Birinchi, o'qishdan zerikib vaqtingizmi? Ko'rsatma. Tuvandagi o'qishdan zerikmaganligingizni sinaydigan o'lcham. Bu o'lcham jami 20 savol. O'zingizning amaliy ahvoliga asosan aynan tanlang. Birinchisi, o'rganishning ma'nosi yo'q deb qaramsiz? Yo'q. B. Shunaq. Ikkinchi, vaziyatning taqozosi bilan majburiy o'rganamsiz? Yo'q. B. Shunaq. Uchinchi, o'rganish qilganda o'zingizni jonsiz his qilamsiz? Yo'q. B. Shunaq. Hozirgi jamiyatda o'rganish asqatmaydi. Yo'q. B. Shunaq. Beshinchi, sizningcha o'rganish jafoliq ishmi? Yo'q. B. Shunaq. Oltinchi, maktabda o'qish jafoliq ish. Yo'q. B. Shunaq. Yettinchi, o'rganishingiz ota-onangiz uchunmi? Yo'q. B. Shunaq. Sakkizinchi, o'rganish qiziqmamsiz? Yo'q. B. Shunaq. To'qqizinchi, sinfda so'lishib o'tiramsiz? Yo'q. B. Shunaq. 10. Darsda muallim so'zlagan mazmunlarni doim qaramoqqa tushungandek amaliyotda tushunamsiz? Yo'q. B. Shunaq. 11. Hamisha saboqdoshlaringizning topshiriqini ko'chiramsiz? Yo'q. B. Shunaq. 12. İşiniz bo'lmagan taqdirdami o'rganish qilgingiz kelmamdi? Yo'q. B. Shunaq. 13. O'zingizni kitob o'qiydigan odam deb qaramamsiz? Yo'q. B. Shunaq. 14. Maktabda o'qishingiz vaqt o'tkazish uchunmi? Yo'q. B. Shunaq. 15. Maktabga doim kechikib berib baldur qaytamsiz? Yo'q. B. Shunaq. 16. Muallim bilan bo'lgan munosabatingiz jiddiymi? Yo'q. B. Shunaq. 17. Kino televiziya chulpanlari, yangi naqsh chulpanlari, tantarbiya mohirlari, yosh cho'qinuvchilaringizga qiziqamsiz? Yo'q. B. Shunaq. 18. Darsda diqqatingiz chekilib ketadi? Yo'q. B. Shunaq. 19. Kitobni qo'lingizga olish bilanla beshingiz og'rimdi? Yo'q. B. Shunaq. 20. Darsda o'rganish bilan munosabatsiz ishlarni qilib o'tiramsiz? Yo'q. B. Shunaq. Javobning tahlili. Shunaq deganni tanlaganlar 1 numaraga erishdi. Yo'q deganlar 0 numaraga erishdi. Ondan har qanday savollarning natijasini qo'shib erishgan o'rtaq numarangizni chiqaramiz. Biridan 6 numaraga erishganlar sizlarda ozroq o'qishdan zerikish kayfiyati bor ekan. 7dan 13 numaraga erishganlar sizlarda o'tirhal o'qishdan zerikish kayfiyati bor ekan. 14dan 20 numaraga erishganlar sizlarda ig'ir darajada o'qishdan zerikish kayfiyati bor ekan. Sizlar vaqtida psixik doktorga ko'rinib baxsanglar bo'lg'udak. Səhər saat 4:20'deki Harvard 4. bab 8. qism. Bugün mağmısınız, ədə yugurishga məcbur bo'lsiz. Harvard Universitetining ilhom baxsh xizmati hozir kelgusining boshlanishi. Hozir bo'lmasa, kelgusimi bo'lmaydi. Harvard Universitetini bitkizgan sobiq Amerika prezidenti Franklin Roosevelt bugunni qadrlasang, ədə haslab ko'p bo'ldi degan edi. Büyük dramaturg Shakespeare mo vaqtning soati birla so'z, ya'ni hozir degan edi. Menimcha, har bir odam o'z oldidagi har bir minut, har bir sekundni qadrlashi, hozirni chiqish nuqtasi qilishi,
atiga qarab tirishib ilgilish kerak. Chunki hozir kelgusining boshlanish nuqtasi. Hozir bo'lmasa, kelgusimi bo'lmaydi. Biz bugun yashayapmiz. Tunugun asliga aylandi. Ata tek kelmadi. Şoň bugun ular uchun aytganda oqqan suv, otgan o'q bilan o'xshash. Ularning turmushida hech qanday iz qoldirmadi. Yoshlar o'smirlar vaqtni qadrlashi va bugunni obdan egilishi kerak. Bugungi har bir minut, har bir sekund hayotning tarkibiy qismi hisoblandi. Yoshlar uningdan eng zo'r unumda foydalanish kerak. Shuni bilishimiz kerakki, bu kuydirib kulga aylantirilishi mumkin. Har bir minut, har bir sekund vaqt arzu g'oyalaringizni, o'y planlaringizni reallikka aylantirishmi? Shundaqla uni shuning bilan bir vaqtda hayot qurusidagi bugun mangmasangiz, ata yugurishga majbur bo'lasiz degan so'zni esimizda mahkam saqlashimiz kerak. Harvardning darsxonalarida professorlar doim bugunni egallashning hikoyalarini so'zlaydi. DuPont shirkati dunyodagi eng chong ximiya shirkati. Uning rahbari Lawford Gerenward xalqaro cho'ng shirkatning ishlar ancha ko'p bo'lib ketmaydigan bu bosh direktori aldirash xizmatidan 1 soat vaqt chiqarib har qushni tadqiq qildi. Yana maxsus uskunalar bilan har qushni rasmga tortdi. U bu qiziqishini uzungacha davomlashtirdi. Keyin har qush to'g'riliq ko'ngildagidek bir kitob chiqardi. Uning ustiga nopuzliq arboblar bu kitobni tabiat tarixi to'g'risidagi kitoblar ichidagi katta asar deb muayyanlashtirdi. Lawford Gerenward bugunni chiqish nuqtasi qilishni bilib, ko'p bilim o'rgangachga aldirash xizmatining sirtida mushundoq natijaga erishgan. Muvaffaqiyat yo'lida olg'a qarab davomli ilgarilamay to'xtab qolsangiz, keyingilar o'tib ketadi. Navoda bugun mangmasangiz, ata yugurishga majbur bo'lasiz. Bo'lmasa, mangu muvaffaqiyat qozonmaysiz. Biz bugun atlanishimiz, davomli ilgarilishimiz, boshqalardan o'zimizdan davomli eshib ketishimiz kerak. Atimiz bugunning bak ilgirilishi, ilgirlash osti bo'lsa-mu, muvaffaqiyatga texmo yaqinlashish kerak. Xarofatlarning muvaffaqiyat qozonishi siri. Hammalarga ayonki, nishoni bir odamga qaraganda, nishoni yo'q odam muvaffaqiyatga oson erishadi. Lekin kishilar nishonini planlab bo'lgandan keyin darhol harakat qilishga sal qaraydi. Oldingilardan zo'r muvaffaqiyat qozonishiga gumon qiladi. Mana bu navoda bugun mangmasangiz, ata yugurishga majbur bo'lasiz deganimizdir. Bugun to'lagan badalimiz va ko'rsatgan tirishchiligimiz atki muvaffaqiyatimizning mevasi bo'lib qoldi. Ko'nglingizga ulug'vor g'oyani kutgandan keyin bugunni atlaning. Aqlonlik bilan harakatlaning. Ilmiy holda tahlil va hukm qiling. Ondan muvaffaqiyat manziliga yetib borguncha davomli ilgarilang. Yoshlar o'smir do'stlar, darhol hozir shu zaman atlanishni esida mahkam tutishi, har qanday odamning keyinda qolmasligi kerak. Harvard universitetining siniqi muhokama savoli. Zat istirkisi bir kunda necha qitim bir yerga keladi? Savolning javobi: navoda sekund istirkisi yo'q ham minut istirkisi 1 minutni birlik qilmay ma'nogan soat bo'lsa, bir kunda 22 qitim bir yerga keladi. Navoda minut bo'yicha ma'nogan yoki sekund istirkisi bar soat bo'lsa, 2 qitim bir yerga bo'ladi. Onundan başqa tishliq chaqning orliqi va soat yashovchilarning saviyasini o'ylash kerak. Shunga mikro jihatdan aytganda 2 yoki 3 istirkisining bir yerga bo'lishi nihoyatda tez. Sahar soat 4:20dagi Harvard 5-bab. O'rganishda dadil izlanish. O'rganish vaqtingizni kontrol qilmasangiz, yana nima qila olasiz? Bilim eng bexatar boylik. Uni o'g'rimi o'g'irlay olmaydi. O'rganishni vazifamiz qilib, davomli ilgarilash turmushning mangulik boshlamasi. O'rganishning jafosi vaqtliq, o'rganmaganning jafosi umrlik. O'zimizni davomli mukammallashtirishimiz, bilimni iqtidorga aylantirishni o'rganib olishimiz kerak. Kelgusiga mablag' solganlar reallikqa sodiq kishilardir. Talablarcha o'rganib, mo'tabar bayzodlarcha o'ynash kerak. Atrofliq bilimga ega bo'lishimiz, yerimchilik suv bo'lmasligimiz kerak.
Birinchi bab. Bilim eng bexatar boylik. Uni o'g'rimi o'g'irlay olmaydi. Harvard universitetining ilhom baxsh hikmati bilim oltindan qimmat. Chunki bilimni oltinga sotib olg'ili bo'lmaydi. Do'st Harvard universitetining 2-chi qitimliq ilmiy mudiri. U o'quvchilarga doim o'rganish qilinglar deydi. Harvardning o'quvchilari e'tiqod ishonchiga ega, ammo ular bilimni texnik qadrlaydi. Harvard o'quvchilarining maktabga kirgandan keyin eng avval xabardor bo'ldig'ini kutubxonadan ilm-fanga oid kitoblarni izlash iqtidoridan iborat. Chunki ularning keyingi amaliy iqtidorining yuqori tuvan bo'lishi nazariya bilimlarini o'rganishga bog'liq bo'ladi. Ular doim kutubxonada o'rganishning lazzatini totiydi. Bilim dengizida erkin ozoda uzib yuradi. Lekin bu bilim dengizi poyansiz. Ular son-sanoqsiz qadimiy kitoblar orasidan o'ziga foydali kitoblarni topib o'rganish kerak. Harvardning o'quvchilari bilimga nima uchun shuncha olamabtin bo'ladi? Chunki ular bilimning eng bexatar boylik ekanligini biladi. Dunyoda siziqni, nega sizishni bildiganlar oz. Sehrgar o'g'rimi kallangizdagi bilimni o'g'irlay olmaydi. Bilimni nima uchun boylik deymiz? Chunki hozirgi jamiyatda bilim kapitalga aylanmoqda. Mana bu egilagan bilimingiz qancha ko'p bo'lsa, erishgan boyligingizmi shuningga yarasha ko'paydiganligidan darak beradi. Menimcha ko'pchilik bir nuqtani aslo bayqay olmaydi. Yaqinqi bir necha yildan beri shirkat yoki korxonalarda ishlaydiganlarmi o'rganadiganlar to'pi qo'shildi. Yana kelib ularning soni kun sari ko'paymoqda. Bu xil ko'payish ahvoli texmi ko'rinarli bo'ldi. Mana bu biz doim deydigan energiya to'liqlashdan iborat. Ashu ishchi xizmatchilar nima uchun ijro qilib ketgandek bilim egallaydi? Chunki fan texnika kun sari taraqqiy qilayotgan bugungi kunda bilimingiz yetarli bo'lmasa, jamiyat tarafidan nihoyat tezda shalanib ketasiz. 1992-yilda Amerikadagi 4 million ishchi xizmatchi o'rganuvchilar to'piga qo'shilgan. Ularning ba'zilari o'rganmasa ajallik xatarga duchor bo'lganligini bilgan. Ba'zi korxonalar korxonaning asosliq kuchini korxona xarajati orqali davomli tarbiyalashga qaratgan. Foydani ko'zlaydigan korxonalar ziyon tortadigan sodini qilmaydi. Ashu o'rganuvchilar qayta o'rgangandan keyin xizmat unumi ko'rinarli yuqori ko'tariladi. Shirkatning tadqiqot xodimlari davomli o'rganish va egillash orqali davr bilan teng ilgirlab, texnikani korxonaning ishlab chiqarish va tijoratiga tatbiqlab, korxonasiga texnik ko'p foyda yetkazdi. Harvard universiteti nom shuhrati dunyoga tarqalgan ilm yurti. Harvard universitetining Soda instituti dunyoga texnik mashhur. Soda institutining professorlari o'quvchilarga doim bunday bir hikoyani so'zlab berdi. Ford shirkati bir yirik korxona. Shirkatdagi injenerlar har qaysi oliy maktabning sarxillari, lekin bir kuni bu sarxillar bir qiyin masalaga duch keldi. Ular chatoq chiqqan cho'ng tipdagi elektrovozning tatbiqini o'ngshay olmaydi. Shirkatning normal tijoriy va ishlab chiqarishiga kafolat qilish uchun ular shu sohadagi nopuzli arbob Steinmetz'ni taklif qildi. Steinmetz elektrovozni bir qo'l tekshirib ko'rgandan keyin uning Tokyo'li taxtasini tekshirdi. U Tokyo'li taxtasining bir yeriga siziq silib, yanadagilarga shu yerni ko'rsatganicha, "Mana ma'u yerning toksimi uzilib ketibdi. Ulab qo'ysaqla o'ngshiladi" deydi. Ishchilar Steinmetzning degini bo'yicha toksimini ulab qo'ydi. Shuning bilan elektrovoz o'ngshilib ishga kirishdi. Shirkatdagilar Steinmetzdan remont haqini so'raganda, u 10 ming Amerika dollari olganligini aytdi. Bu haq Ford shirkatidagi injenerlarni hayron qoldirdi. Ular bu qarab turib qaqtisoq qilganlik emasmi deyishdi. Steinmetz ularga lamjim demasdan qalamini ilib pul topshirish taloniga 1 Amerika dollari bir siziqning haqqi 9999 Amerika dollari bo'lsa, siziqni nega sizib berganligimning haqqi deydi. Uning bu gapini anglagan injenerlar nomusdan o'zini qo'ydigan joy topolmay qoldi. Bir siziq sizishni hamma odam biladi, lekin siziqni nega sizishni bildiganlar oz. Steinmetz bu pulni bilim orqali topdi deyishga bo'ldi. Bu hal bilim bilan kapitalning o'zaro birlashib ketganligini isbotlab berdi. Shunaqla bilimning qimmatini boshqa narsaga solishtirib bo'lmaydiganligini namoyon qildi. Burungi zamonda ajdodlari soda bilan shug'ullangan bir boy o'tgan ekan. U soda qilishni tilimi yomon ko'rgan. U kishi ajdod kasbiga varis qilish uchun bir odamni yolib elibdi. U kishi boshda ish haqi uchun ishlabdi. U xo'jayinning hech nimani bilmaydiganligini, hamma sodada o'zining yo'l ko'rsatishiga muhtojligini bayqabdi-da, o'zligidan soda qilishni o'rganibdi.
sodaning ro'naq tepayotganligini ko'rgan boy to'liq xush bo'pti. Yalamog'chini mukofotlabdi. Shuning bilan o'zi kun bo'yi hech ish qilmasdan vaqt o'tkazibdi. Bir kuni boyning uyiga bir to'p qaroqchi kelib, boyning barliq pul pichak, oltin, kumush, unchi marvoyatini ulab ketgandan boshqa yana boyning amriga o't qo'yibdi. Shuning bilan boy birdilla gadoyga aylanib qopti. Boyning qaqsinan bo'lib qolganligini ko'rgan yalang'ochi boyning uyidan ketibdi. U boy bergan ish haqiga bir kichik do'kon ochibdi. Boyga ishlash davomida to'plagan tajribasi va bilimiga tayanib, do'konini tezla ro'naq topqizibdi va kengaytibdi. Axir katta savdogar bo'lib ketibdi. Lekin hiliqi boy sepi o'zidan tilamchiga aylanib qopti. Ilgari neft magnati Rockefeller birarsi uchanlik kiyimlarini soldirib olgan. Jimmy boyliqni ilib ketib, meni qo'l bayavaniga tashib etgan taqdirdimi, u yerdan bir karvon o'tsa, men yana milliarder bo'la olaman degan edi. Rockefeller nimishqa o'ziga shuncha ishonadi? Chunki uningga bir alohida boyliq bor. Bu boyliqni hech kim o'g'irlab ketolmaydi. Lekin u kishilarning taqdirini o'zgartiradi. Bu boyliq bilim demakdir. Men bular bilimning muhimligini va amaliy qimmatini yetarli isbotlab beradi deb qarayman. Xarvatlarning muvaffaqiyat qozonishi kerak. Nurg'un yoshlar muvaffaqiyat qozonishning eng yaxshi udul yo'lini izlaydi. Men ularga amaliyotda muvaffaqiyat qozonishning eng yaxshi usuli o'rganish demoqchiman. O'rganish orqali bilimimizni kengaytiramiz va to'liqlay olamiz. Faqat bilimla muvaffaqiyat qozonishimizga, shunaqla muvaffaqiyatning darvozasini ochishimizga yordam beradi. Harvard universiteti shuning uchun dunyoga danliqki, bu maktabda o'qigan o'quvchilar mo'l bilimga ega. Ular o'zlarini bilim bilan qurollantirgan, dunyoni o'zgartgan. Va halanki men do'stlarning buni bir nuqtani esida tutishini umid qilaman. Bilim az-azdan to'plandi. U muvaffaqiyatga erishishning udul yo'li bo'lsa-mu, lekin ilm tahsil qilishning udul yo'li yo'q. Shunga ilm tahsil qilish yo'lida bir qadamdan iz qoldirishimiz, zo'r shijoat bilan tirishib o'rganishimiz lozim. Kitob bilan yo'l chiqar tik qiyadan, tog'lardan. Tirishchanlik bo'lsa, har qadamdan gul unar. Bilim misli bir dengiz, ko'z yetkusiz, poyansiz. Japa arni tavlaydi, japa asli chin hunar. Deydigan she'riy misralar bor. Tirishib o'rgansakla, texnik ko'p bilimga ega bo'lamiz. O'xshashla nurg'un boyliqqa erishalaymiz. Do'stlarning bilim bag'ichisida xodin chiqquncha sayla qilishni, muvaffaqiyatning xushalligidan o'rtaq huzurlanishini tilayman. Harvard universitetining sinovi. O'rganish iqtidoringizning qanaqligini bilib boqingiz bormi? Bilgingiz bo'lsa, o'zingizni psixik jihatdan sinab beqing. Bir muallim sizni matematikada yaxshi emas desa, siz qanaqa qilasiz? 1. Qattiq tirishiman. 2. Ishonchamni yo'qotib, matematikadan zerikman. 3. Muallimning gapiga ishonmayman. 4. Qanday qilsam ilgarilaydiganligimni muallimdan so'rayman. Odatda tanlagan harakatingiz va psixik sinaqqa asosan sizning yoshirin ingizni tahlil qilib, o'rganish iqtidoringizni sinaqli bo'ladi. Birinchi tanlag'anlar. Sizlar boshqalarning madad berishiga muhtojlar. Muallim va saboqdoshlarning besimi o'rganish orzuyingizga ta'sir ko'rsatadi. Ikkinchi tanlag'anlar. Sizlarning o'rganish kayfiyatinglar asalla boshqalarning ta'siriga uchraydi. Boshqalar iqtidoringlarni inkor qilsalar, qo'limdan ish kelmaydi deb o'zinglarni tuvanchaqlaysizlar. Uchinchi tanlag'anlar. O'rganish orzuyinglar boshqalarning ta'siriga ason uchirmaydi. Iqtidoringlar va natijanglarga ishonchinglar bor. Natijalar bak yaxshi bo'lmasa-mu, huduqib ketmaysizlar. Shunaqla muallimning bir ig'iz gapi bilanla o'rganish odatinglarni o'zgartmaysizlar. 4-chi tanlag'anlar. Sizlar xatoliklar ustida o'rindigan o'zinglarni so'ydiganlardan. Muallim sizlarni eskartib qo'ysa, sizlar aniq holda masalaning nadaligini bayqaysizlar. Ondan faol turda muallimdan so'raysizlar.